Shuncha mehnat qilib ketdi, zo'r pul tushadigan joy edi. Mikrofonni o'rtagashga berdimda, shu borib, "Ha" desam, "Aytinglar" dedi. "Nimaga?" desam, "Hason onalar ayollar o'tirgan stolga qarang" dedi. Shuni ayollar o'tirgan stolga qarasam, stol ustida aroq ham bor, konyak ham bor, vino ham bor. Ichib o'tirishib xotinlar. "Ha" desam, "Aroq ichgan xotinlarga ona haqida ashula aytinglar aka" dedi. "Men aytdim, qaytanga tezroq yig'laydi-ku" dedim, "Yaxshi emasmi" dedim. "Aytolmaysan, senga nima farqi bor" dedim. "Sen qo'ying aka" deydi. "Ustozimning qo'shig'ida" deydi aka deydi. "Bu qo'shiqning orasida hokipoyingizni ko'zimga suraydigan joylari bor aka" deydi. "Bu onaxonni qarang, hokipoyda bo'sh bitikda turibdi aka" deydi. Mani kechirasizlar, erkak kishining ichgani qanaqa xunuk ko'rinsa, ayol kishining ichgani undan 5 va 100 barobar xunuk ko'rinar ekan. Mani kechirasizlar, mana men ko'rgan narsani aytyapman, necha xunuk ko'rinar ekan bu holat. Ha?